Assalomu alaykum. Men Jabborov Navro'z Noryigitovich, Toshkent davlat tibbiyot universiteti ko'p tarmoqli klinikasi lor bo'limi oliy toifali shifokoriman. Bu sohada 25 yillik stajga egaman. Bizni bo'limimizda lor a'zolari da uchraydigan har xil kasalliklarga tibbiy xizmat ko'rsatish yuqori malakali ko'rinishda yo'lga qo'yilgan. Bizni bo'limimizda bemorlarga quloq, tomoq, halqum va hiqildoq kasalliklarida bo'ladigan har xil patologiyalarni davolash, diagnostika va har xil jarrohlik amaliyotlaridan foydalangan holatda yordam ko'rsatish uchun oxirgi jihozlar bilan jihozlangan. Bu operatsiyalar bizlarda hammasi endoskopik va mikroskoplar yordamida kam jarohatli operatsiyalar ko'rinishida olib boriladi. Lor a'zolarida uchraydigan patologiyalarga sizlarni bezovta qilishi yoki shunga o'xshash shikoyatlar bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bizda yuqori malakali professor, dotsent va oliy toifali shifokorlarimiz tomonidan malakali yordam olasiz.